Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining komitetining raisi Bahodir Qurbonov. Biz bugun prezidentimizning siyosatini korrupsiyaga qarshi, bürokratlarga qarshi siyosatlarni qo'llab, shularga qarshi muboriza olish uchun Sog'liqni saqlash vazirining qabuliga panshanba kuni mana keldik. Bu panshanba kuni mana shu vazirlikda soat 4 dan qabul bo'lar ekan. Ammo hozir ko'ramiz, mana yana chiqdi shu vazirlikda vazir yo'q ekan. Mana shu yerda yozgan ekan. Sog'liqni saqlash vazirligida va vazir va o'rinbosarlari fuqarolarni qabul qilish grafiki yozgan mana. Ana shu yerda ko'ramiz. Birinchi vazir Xudoyorov panshanba kuni soat 16 dan to 18 qabul qilar ekan. Mana biz bugun keldik. Soat 4:20 bo'ldi. Ammo Xudoyorov yo'q ekan. Mana hozir soat 16:31. Ammo mana vazir yo'q deyaptilar. Mana bugun 24-aprel yana 2025-yil yana vazirning qabuliga kelib O'xtor Xudoyorovga bu arzani yozdim. Mana hurmatli vazir, O'zbekiston prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev siyosatlarini qo'llash maqsadida men sizni qabulingizga 24-aprel soat 16:00 ga keldim. Ammo siz vazir yo'q, sababini aytmaysiz. Endi men majbur bo'ldimki, internet orqali prezidentimizga Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik xizmat komitetining raisi general Bahodir Qurbonovga murojaat qilishga majbur bo'ldim deb mana bu arzani bugun topshirdim. Ana bu qabulni Sog'liqni saqlash vazirligining vaziri va uning o'rinbosarlari fuqarolarni qabul qilish grafiki deyapti mana. Grafik mana. Birinchi Xudoyorovning qabuli panshanba kuni mana keldik. Soat 16:00 da keldik. Hozir 16:40 bo'lyapti. Vazir yo'q mana. Mana O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini mana. Ko'rib ne yozyaptilar mana. Konstitutsiyasining mana. Nima deyaptilar mana? Erkin va farovon hayot garovi degan mana. Yana shu yerda 48-moddada nima aytgan mana xalq o'zi biladi. Men eng xursandki mana rahmat sizga prezidentimiz. Biz sizdan minnatdor. Shu uchun bürokrat korrupsiyalarni ustidan sizga arz qilishga majbur bo'lyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev. Mana bugun Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib, mana ahvollarni ko'rib, qanday ahvol majbur bo'lyapmiz sizga murojaat qilishga. Sababi respublikadan siz bor xalq deb kecha kunduz kuyib ishlayapsiz. Boshqa o'zingiz bilasiz, agar vazirlar yaxshi ishlaganda hech kim sizga murojaat qilmasdi. Yana aytamanki, men internet orqali sizga murojaat qilishga o'yolaman. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligining xodimlari meni majbur qildi sizga murojaat qilishga. Men murojaat qilib aytamanki, qachongacha Sog'liqni saqlash vazirligida bürokratiya, korrupsiya bo'ladi. Bularni hammasini hozir ochib sizga berishga men majbur bo'laman. Hurmatli
Bahodir Qurbonov, O'zbekiston Respublikasining Davlat xavfsizlik qo'mitasining raisi. Bugun men Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib, shu sharoitlarni ko'rib, majbur bo'ldim sizga murojaat qilishimizga. Sababiki men mana 23-yildan hozirgi vaqtgacha Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyarovning qabuliga kelaman deb hozirgacha vazir qabul qilmaydi. Hozir O'zbekistonda faqat xalq bitta idoraga ishonyapti. Birinchi prezident, ikkinchi siz. Shu uchun majbur bo'ldim sizga murojaat qilishga. Nima bo'lsam, haqiqat, adolatni sizlar bilasiz. Yana taqdir qilaman yaxshi umidlar bilan. Sababi mana shu Sog'liqni saqlash vazirligida bürokrat bor ekan, arzalarni tekshirmay ekan. Mana vazir hech vaqt panshanba kuni kelamiz qabul qilmaydi. Mana uchun bitta sizlarga isbotlab beraman.